aholini bandligini ta'minlash bo'yicha juda katta bir islohot olib borilyapti. Oziq-ovqat mahsulotlarining bozordagi narxini kamaytirishimiz kerak. Agar shu 4 ta bolg'or qalampirni yoki baqlojonni yoki boshqa kartoshkani biz xonadonda o'zimizga yarasha ekib olsak, bozordan olmaymizmi? O'z-o'zidan bozor narx nima qiladi? Tushadi. Yerdan to'g'ri foydalansak, yer bizni boqadi baribir. Siz bilan biz agar bitta jamoa bo'lsak, mana shu tinchlik mahallasini shahardagi eng namunali mahalla qilsak bo'ladi. Bu yerda faqat suv bilan cheklanmaymiz. Hozir sizlarga 2 ta transformator va 5 kilometrlik tarmoq tortiladi. Sizlarga stabilniy elektr energiya va stabilniy muntazam doimiy bo'ladigan suv yetkazib beriladi. Shu stalbalar kelib tushdi. Biror joyda eski stalba yoki bo'lmasam daraxtdan bo'lgan soyuz paytdagi qiyshaygan stalbalar bo'lmaydi endi. Hammasi tortilib, liniyalar hammasi seprovod bo'ladi. Va agalon ismi emas, seprovod bo'ladi. Bilasiz, lekin nizomimiz bor. Nizom bo'yicha, adliya nizom bo'yicha hamma navbat bilan oladi. Hozir kimdir navbat kelib turganda sizni qo'ysak to'polon bo'ladi.